Ayiqdan qochib qutulish o'zi imkoni bormi? Vaziyatga bog'liq. Agar piyoda bo'lsangiz, yon atrofda hech kim bo'lmasa imkoni yo'q. Nimaga? Gap shundaki, ayiq soatiga 50-60 km tezligigacha harakatlana oladi va bir zumda sizni tutib oladi. Eng ayanchlisi, shu kungacha ayiqdan piyoda qochishga uringanlarning deyarli hammasi muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan. Videoda ko'rganman, lekin oka ayiq kimdir orqasidan quylasa, vash to'xtamasdan quylaydi. Shunaqa, ayiq odamdan ancha tezroq va kuchliroq. O'zi ayiq 800 kilogacha og'ir bo'ladi va shu go'dasiga shunaqa tez yuguradi. Tepaliklarga esa bir zumda chiqadi. Daraxt ham yordam bera olmay qoladi bir xil vaziyat. Bekisdagi agar ayiqdan qochish xato bo'lsa, nima qilsa bo'ladi? U prosta tak o'lib ketmaydi-ku. Agar ayiqni uchratib qolsangiz, vahimaga tushmang. Birinchi o'rinda ortga chekining. U ko'ziga umuman qaramang. Agar ayiq sizga yaqinlashib kelayotgan bo'lsa, baland ovozda baqirib, uni qo'rqitishga harakat qiling. Qo'llarni tepaga ko'tarib, o'zingizni undan kattaroq qilib ko'rsating. Agar u baribir sizga hujum qilishni xohlayotgan bo'lsa, bor kuchingiz bilan endi kurashasizda endi yog'iga. Qanaqadir uchliroq jismni olib, zaif joyiga, ya'ni ko'ziga, burniga qattiq 3-4 marta zarba bering. Agar omadingiz kelsa, qattiq og'riqni his qilgan ayiq ortga chekinadi. Agar shunda ham to'xtamasdan tashlanversa-chi, nima bo'ladi? Unaqada hayot uchun kurashing. Bo'lmasa tinchgina guruh bo'lib yurgan afzalroq ekanda. Da, gapingiz to'g'ri. Odatda ayiqlar guruh bo'lib yurgan odamlarga kamdan-kam holda tashlanadi. Eng yaxshi yo'li ayiqlar uchun qarshi sepadigan maxsus sprey bor. U qizil qalampir sepadi, ko'zga tegsa yomon achittiradi. To'g'ri ishlatilsa 90% dan ko'proq vaziyatlarda sizni qutqarishi mumkin. Lekin agar yaxshi gapni tushunmasa, panetga berib qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'zi haqiqiymi? Yo'q, aka, bu haqiqiy. Bekisdagi